Qimmat otgan ekansizlarmi, aka? Yo'q, olmiz aka. Uyda hamma tillarni yig'ib keldim. Ozgina to'y boshlab qo'ydi, osh ketmayapti-aka. Mana bu ichida. Bo'ldi. Sotmoqchimiz yoki hammasini hisoblab beramiz. Qimmat narxlarda. Xo'p. Hammasini hisoblab bering. Mana buningiz 750 proba brilliant ekan, aka. Mana bu 583 brilliantlaringiz ham bor ekan. Brilliant ancha yig'gan ekansizlar, aka. Buni grammini nechi pulga olasiz, aka? Qarang, aka, mana bu 583 probada ko'zlari brilliant bo'lganiga mana shu uchalasi boshqa yo'q menimcha. Uchalasini 1 milliondan qilib beraman grammini. Bo'ldi, qolganlari nechi puldan? Bular ketdi-da, o'sha. Bular ham 583 proba, mana bu 585 ham bor ekan. Long bo'lib ketdi. Mana bularingizni hammasini, aka, 830 mingdan qilib beraman. Общий hisoblab bera qolyapsiz. Bo'ldi, menga bitta общий hisoblab bering. Xo'p. 64 million 200 ming bo'ldi lo'nlaringiz. Xo'p, manbalaringizni 1 milliondan deganda 83 dan 21 million 900 bo'ldi, 22 million. Buni 750 probadan. Buni 750 probadan. Buni aka 1 million 100 dan qilib beraman. Toshlar bunaqa ideal emas ekan, mayli 1 million. Bo'ldi, общийga qo'shib oling shuni ham. Xo'p, bu 15 million bo'ldi. Plus 64 million 200 plus 22 million bo'lganda общий summa 101 million 200 bo'ldi, aka. Tekis qilib 102 million qilib berasizmi aka unda? O'zi qimmat hisobladim. Keling, aka, men sizga krupni общий sotib ketyapman, 102 qilib beravering. 2 million, 101 million 500 qilib bera qoling. 102 tekis qilib 102 million qilib beravering. Mayli, aka, 102 million, baraka. Bo'ldi. 20 million, 40 million, 60 million, 80 million, 90, 100. Mana aka aytganimdek 2 million, общий 102 million. Ya rahmat aka, rostdan ham aytishganidek qimmat olib qolar ekansiz aka, baraka toping. Hammadan qimmat olib qolishga harakat qilaman. Agar sizlar ham shunaqa tilinglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda aldanmasdan sotmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga aloqa qilishinglar. Goltabinus, to'g'ri tan.